Sizni shirinlikka tortuvchi 3 ta sabab. Uchinchisi ko'pchilikda uchraydi. Birinchisi, ratsioningizda oqsil mahsulotlari kam bo'lsa. Bu deganiki, har bir inson kun davomida kamida 100 gram oqsil iste'mol qilishi kerak. Va agar siz kunlik normangizni yemasangiz, sizda shirinlikka o'chlik kuchli bo'ladi va buni tagida aynan oqsil yetishmovchiligi yotadi. Ikkinchisi va eng ko'p uchraydigani bu aynan uglevodli mahsulotlarni kam iste'mol qilsangiz. Bu keto dieto yoki aynan uglevodli mahsulotlarni kamaytirgan insonlarda kechadigan holat. Bunda organizmda energiya beruvchi asosiy mahsulot yetishmaganligi sababli sizda shirinlikka bo'lgan o'chlik kuchayadi. Va uchinchisi bu uyqu yetishmovchiligi. Agar siz tunda yaxshi uxlamasangiz, kam uxlasangiz yoki kech uxlasangiz, sizda miyada energiya yetishmovchiligi hosil bo'ladi va bu bilan sizni miyangiz shirinlikka o'chlikni kuchaytiradi. Chunki shirinliklar bu tez energiya beruvchi mahsulotlar va shu bilan miya o'ziga energiya talab qilayotgan bo'ladi. Agar sizda shirinlikka o'chlik bo'lsa, albatta o'zingizni tekshiring va mana shu sanab o'tilgan 3 ta belgini inkor qiling.